Assalomu alaykum hurmatli advokatlar. Demak, mana e-advokat platformasidan foydalanayotganimizga ham ancha bo'ldi. Demak, ko'pchilik advokatlar bunga moslashdi. Biroq mana shu platformaning qulayliklari haqida ko'pchilik advokatlar yo bilishmaydi, yo undan foydalanishni unchalik ham xushlamaydi. Mana shu e-advokat platformasida yaratilgan qulayliklardan to'lig'icha foydalanishni birgalikda o'rganamiz. Chunki hozirda bizning advokatlik firmamiz advokatlik shu e-advokatda imkoniyat berilgan qulayliklardan to'lig'icha foydalanadi. Ya'ni misol uchun pochta jo'natmalarimiz umuman konvertda sotib olmaymiz va pochta aloqa bo'limiga umuman bormaymiz. Chunki mana shu tizim orqali biz pochta jo'natmalarini amalga oshiryapmiz. Qolaversa vazirlik bo'ladimi, prokuratura bo'ladimi, barcha hujjatlarni biz mana shu tizim orqali jo'natyapmiz va javob xatlarini ham mana shu tizim orqali olyapmiz. Shuningdek, sudlarga ham da'vo arizami, iltimosnomani ham demak mana shunday tizim orqali jo'natish imkoniyati mavjud. Qisqacha qilib aytganda, biz mana shu e-advokatning qulayliklarini foydalanishni bilmayotgan yoki bexabar bo'lgan advokatlar diqqatiga biz mana shu qulayliklarni qanday qilib to'g'ri foydalanish kerakligini birgalikda o'rganamiz va birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, dastlab biz e-advokat platformasidagi o'zimizning shaxsiy sahifamizga kirib olamiz. Mana bu yerda chap tomonda demak tugmalar bor, barchamiz bilamiz. Bizga eng keraklisi demak har qanday tashkilotlar bilan yozishmalar bo'ladi. Yoki prokuraturagami, organgami qandaydir so'rov jo'natish kerak bo'ladi. Bizga mana shu eng muhim jihat hisoblanadi. Demak, yozishmalar bo'limiga kiramiz. Yozishmalar bo'limidan demak qanday qilib shablonlarni yaratish, qanday qilib qoralamalar va qanday qilib imzolash kerakligi haqida biz videolar tayyorlagan vaqtda. Demak, bu yerda ko'pchilik tushunmaydigan jihat borki, demak mana qoralamada xat yaratish, demak biz shablon yaratib bo'lganmiz. Demak, mana xat yaratish joyiga kirib aytaylik, mana advokatlik so'rovi yoki iltimosnoma jo'natishimiz kerak. Mana bizda iltimosnomalar bor. Demak, mana biz qaysi yildagi orderdan foydalanyapmiz, aytaylik, order raqami belgilaymiz va hujjat nomini demak kiritamiz va raqamini kiritamiz. Sanasi aytaylik, mana bugungi sana bilan kiritadigan bo'lsak, demak mana xat yaratishni bosamiz. Xat yaratishni bosganimizdan so'ng mana shunda, mana shu joyida ko'pchilik qiynalishadi. Demak, biz mana xatni yaratayotganimizda biror bir joyiga o'zgartirish kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana shuni o'zini saqlashimiz mumkin emas, chunki dastur buni qabul qilmaydi. Aytaylik, bitta ochiq joyga probel tashlaymizmi yoki qaysidir biror joyga nimadir harf yoki raqam yozib o'chirib qo'yamizmi? Demak, mana shundan keyingina saqlash tugmasini bossak, demak saqlanadi xatlar. Demak, mana biz saqlash tugmasini bosyapmiz. Tizim mana hozir o'rganyapti va mana demak muvaffaqiyatli saqlandi. Demak, biz mana arizamiz demak muvaffaqiyatli saqlandi va buni biz elektron imzodan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana elektron imzodan foydalanamiz va kiritamiz. Xo'p, demak mana kirit. Xo'p, mana kiritganimizdan so'ng elektron imzoni demak mana muvaffaqiyatli saqlandi. Demak, mana men elektron imzoladim. Demak, mana hujjatimiz mana shunday tartibda demak mana elektron imzo qo'yildi. Xo'p, endi buni qanday qilib yuborishimiz mumkin? Demak, mana tepada, xatning tepasida yuborish tugmasi bor. Yuborish tugmasini bosganimizda mana tashkilotlar, aytaylik, vazirliklarga, inspeksiya, agentlik yoki banklarga, demak, yedo.ijro qaysi tashkilotlarda bo'lsa, demak, ushbu tashkilotlarga ushbu yedo tizimi orqali xatlar yuboriladi. Mana shu yerda vazirliklarga yuborish. Demak, mana alohida ko'rsatilgan, demak, bu yerda mana prokuratura organlariga bizdan demak shahar, viloyat prokuraturasiga yoki respublika prokuraturaga jo'natayotganimizda xatlarimiz boryapti va bularga javob xati ham kelyapti. Faqatgina bizda tizimdagi muammo bo'lyaptiki, tuman prokuraturaga jo'natayotganimizda ularga bormayotganlik holatini ko'ryapmiz. Balki bu prokuratura tizimidagi muammo bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Demak, mana shu e-advokat va prokuratura tizimini o'rtasidagi dasturchilar buni bir o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Xo'p, demak, siz advokaturalarga xat jo'natishingiz mumkin bo'ladi mana. Bizga eng kerakli joyi demak pochta aloqa bo'limi orqali jo'natishingiz mumkin. Demak, pochtani qabul qiluvchi qaysi tashkilot yoki
kim qabul qilayotgan bo'lsa, o'sha joyga jo'natish mumkin. Demak, arxiv bo'ladimi, kadastr bo'ladimi? Demak, kadastr joyini kiritib, qaysi viloyat shahardaligini kiritib, demak, tumanini kiritib va manzilini mana shu joyga yozib, demak, saqlash tugmasini bossak, aytaylik mana to'liq to'ldirib ko'raylik demak. Aytaylik, Toshkent shahar kadastr boshqarmasi. Demak, Toshkent shahar, aytaylik, Nurobod va manzilini mana Temur ko'chasi. Va mana yuborish tugmasini bosamiz. Mana shu pochtadan qanday qilib foydalanish kerakligi haqida alohida video qo'yganmiz. Ushbu videoni ham ko'rib chiqsangiz, demak, pochtani qanday jo'natish kerakligi haqida ham batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Demak, mana bu yerda jo'natish, demak, mendan 4 ta sahifali, demak, 4 varaq ekan, xatim, karta raqamini teraman va amal qilish muddatini teraman. Undan keyin mening telefon raqamim qaysiga ulangan bo'lsa, SMS keladi va o'sha SMSni kiritsam, demak, bu pochtaning bazasiga boradi. Pochtaning bazasidagi xodimi uni printerga chiqaradi, konvertga soladi va xat ko'rinishida, demak, ushbu manzilga jo'natadi. Gibrid pochta orqali mana shunday jo'natish mumkin bo'ladi. Xo'p, endi elektron hukumat degan joyimiz bor, biz foydalanadigan ko'proq. Xo'p, demak, orderlarga kirishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana orderlarga kirdik. Orderlarda mana har qanday orderni mana ko'rish tugmasini bosganimizda bizda ma'lumotlar kelib chiqadi. Mana demak, ishga doir, ya'ni ishga doir shaxslar. Demak, buni qo'shish joyini bosganimizda biz qaysi shaxsni himoya qilayotgan bo'lsak, ushbu shaxsga doir ma'lumotlarni kiritib olishimiz kerak bo'ladi elektron hukumatdan foydalanish. Demak, mana shu elektron hukumatdan qanday foydalanish kerakligi haqida ham alohida video qo'llanma qilganmiz. Demak, ma'lumotlarni kiritamiz. Kiritganimizdan so'ng, demak, mana shu order bo'yicha qanday yozishmalar amalga oshirganmiz, hammasini mana shu yerda kuzatishimiz mumkin. Demak, mana elektron hukumat ma'lumotlari. Elektron hukumat ma'lumotlarini, demak, ma'lumot olish. Demak, qanday turdagi biz ma'lumotlarni ola olamiz? Mana, demak, yassi to'g'risidagi, oilaviy ta'lim to'g'risidagi diplom ma'lumoti, demak, tibbiy mehnat komissiyasi hisobida turadimi? Demak, uni ko'chmas mulki haqidagi ma'lumoti, narkodispanser, psixodispanser, sudlanganlik haqidagi ma'lumotlar yoki yagona ijtimoiy himoya reyestrida turadimi, yo'qmi? Demak, mana shu haqidagi ma'lumotlarni ham biz onlayn olishimiz mumkin. Ya'ni qaysidir joyga so'rov jo'natib olish shart emas. Demak, mana shu e-advokat platformani o'zida ham olish imkoniyati mavjud. Xo'p, demak, mana shu joyda ekspertiza ham bor. Mana Xadicha Sulaymonova nomidagi ekspertiza markaziga ekspertizani tayinlash ham mumkin. Xat jo'natish ham mumkin. Demak, mana bu yerda mana bosganimizda mana shu jadvallarni to'ldiramiz. Aytaylik, mana Qoraqalpog'iston, nima, kim jo'natyapti, advokat, organizatsiya, demak, bo'ladi. Demak, qaysi turdagi ekspertizani tanlaymiz? Mana sud iqtisodiy ekspertizami, qilish, demak, qaysi birini tanlaymiz? Hammasini ham yoki bir qancha yoki bir nechtasini tanlash mumkin. Mana tanladik. Tanlagandan so'ng izoh yozish mumkin. Izohdan so'ng fayllarni biriktirish mumkin va saqlash tugmasini bosganimizda, demak, shu ekspertiza bo'limiga xatimiz yuboriladi va ular ko'rib chiqib, aytaylik, to'lov bo'ladigan bo'lsa, demak, to'lov haqida ma'lumotlarni bizga jo'natadi yoki kvitansiya jo'natishi mumkin. Demak, mana shunday holatda siz alohida ekspertiza markaziga borib o'tirish emas, demak, onlayn ravishda xatlarni ham jo'natish imkoniyati mavjud. Demak, e-advokat platformasida hozircha mana shular, demak, davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish haqidagi hamma biladi. Demak, xatlar almashinuvini mana shunday ma'lumotlarni elektron shaklda amalga oshirish mumkin. Demak, barchaga e'tibor uchun rahmat.